Boğaqlarning dunyosi bizga hech o'xshamaydigan boshqacha bir dunyo desak bo'ladi. Chunki ular so'zlamaydi, yozolmaydi. Shunga faqat har xil ovoz chiqarish orqali o'zini ifodalashga tirishadi. Ammo boğaqlar har xil ovozlarni chiqarib o'zini ifodalashga tirishganda, tajribasi ota-onalar bakla tamtirab qilishi mumkin. Agar ota-onalar boğaqlarning chiqargan ovozlariga yaxshi diqqat qilib baqsa, boğaqlar o'zining badan ahvolini mushu ovozlar bilan ota-onasiga bildirmoqchi bo'lganligini his qila olamiz. Voy umaqlar. Bu qisqa videomizda chet ellik bir ayol buvoqlarning har xil ahvollar ostida chiqargan har xil ovozini kuzatish jarayonida yakunlab chiqargan tajribasini xulosalab chiqqan bo'lib, to'rdashlarning foydalanishi uchun ambarlashini to'g'ri ko'rdim. Boshlashning oldida film ostidagi barkala barmoqni besib qo'ying ham kanalımızga mushtara bo'lishni unutmang. Buvoqlarning har xil ovozlari. Buvoqlarning qo'sqi ochganda ko'pincha vaqtlarda shunday ovoz chiqardi. Bu chaqda darhol fursat chiqarib buvoqqa sut bering. Buvoqlarning uyqusi kelib qerishgan chaqda shunday ovoz chiqardi. Bu chaqda buvoqni jimjit muhitga ilib kirib xultib beqishga tirishing. Buvoqlar bu xil ovoz chiqqanda badanning bir yerda bearamchilik bo'lishi mumkin. Buvoqning badanini tekshirib beqing. Qizitma bormi? Suydiklarda seni yana bir ismi pampir yaxshi taqalmay qoldimi? Yotgan yeri rahatsizmi? Bularni bir qur ko'rib beqing. Butun badanini tekshirib berar, benormallik bormi izlab baqsam bo'ldi. Yeah. Yel sancıqı buvoqlarning 1-2 oylarda eng bearam qilgan sabablarining biri hisoblanadi. Yel sancığı bo'lganda ko'pincha buvoqlar mushta ovoz chiqardi. Bu chaqda qo'rsqini soat to'g'ri yo'nalishida ulab bering va ya ahvol qarab yel mondirgan dorilarni bersangiz bo'ldi. Yuqorida tilga ilingan ahvollar %100 deyamsakmi, hech bo'lmasa ko'pincha buvoqlarga mos keldi. Shunga yangi ota-ona bo'lganlar payni pasijib emas. Tövəndə videolarını qaytadan bir qo'yib o'tay. Yeah. Bu videoni quloq taqmay kirishtirgan filmdagi buvoqlar har qanday ovoz chiqargan chaqda 2 yoshli qizimni tang o'xshash ovozlarni chiqarib babaq deb qishim o'ynab ketdi. Ya balkim qizim o'zining kichik vaqtini seg'inib qoldimi taxim. Butun dunyodagi buvoqlar jumladan Uyg'ur buvoqlarimiz sog'lom va cho'ng bo'lishga tilakdoshman. Qonimizga mushtara bo'lishni unutmang. Ko'rishga salomat bo'ling.